Shular jangi o'tkazamiz. Jangimiz 3 raunddan iborat bo'ladi. Har birida ulkan mahluqlar, kayzo, titanlarni quramiz. Qurgan narsalarimiz esa raund oxirida tirilib bir-biri bilan jang qiladi. Oxirgi jang eng qizig'i bo'ladi. Unda biz Godzillaga qarshi o'sha 3 kallali ajdarni urushtiramiz. Birinchi raund boshlandi. Kuppa-kunduzi tetek so'limda pushti qo'y. Biz birinchi raundga quradigan mahluq mana bu varbat bo'ladi. Bu juda ham Antixi nomli va hamma unutib yuborgan mahluqni biz olovli qilamiz. Shunda menimcha yanada qiziqarli bo'ladi. Faqat meni qurilish san'atimni hisobga olgan holda yaxshi narsaga umid qilmanglar. Hozircha olovli emas, asalli e'lon bo'lyapti. Xo'sh, ajoyib. Mana buni san'at asari desa bo'ladi. Qanaqadir asalli chuvalchang. Lekin tushkunlikka tushmaymiz. Axir men bilaman-ku, devorning narigi tarafida ham hech qanaqa san'at asari yo'q. Shuning uchun yaxshiroq harakat qilib, har xil bloklar qo'shadigan bo'lsak, albatta yuta olamiz. Mana bu blok ham olovli qilyapti anchagina. Faqat shuncha joyni o'rab chiqish kerakligi. Qaranglar, Bedrockda qanaqa tez kursi bo'lar ekan. Zo'ra. Xo'sh, yo'llarni hal qildik. Endi ustini ham qandaydir chiroyli qilish kerak. Bekorga mana bu sabzrang bloklarni ko'tarib olmabman-ku. Shularni aralashtirib qo'yadigan bo'lsak, menimcha nimadir bo'ladi. Ha, rostdan ham nimadir, faqat nimaligini bilish qoldi. Balki mana bu bloklarni mana bundaydan qo'yib, keyin o'rtasiga bu bloklarni bundaydan qo'ysak, agar haqiqiy san'at asari emas. Qanaqa blok ishlatsam ekan? Xo'sh, menimcha unchalik yomon chiqmayapti. Agar mana bu oltin bloklarni qo'yadigan bo'lsak, umuman san'at asari desa ham bo'ladi. Ha, mana bu tarafdan yaxshi ko'rinyapti. Oh, mana endi ideal bo'ldi. Endi mana shu bilan ustini qoplab chiqsak, menimcha ajoyib bo'ladi. Ha, yomon emas, menga yoqyapti. Shunday qila qolamiz. Tanasi bilan hal qildik desa ham bo'ladi, lekin eng qiyin qismi qoldi, uning boshi. Men hech qachon bosh qurishni bilmaganman. Hozir qanday qurishni ham tasavvur qila olmayapman. Ilonning o'zi bosh qanday bo'ladi? Bu maxluqni xuddi kobranikidek bo'yinlarning oldida qanaqadir pardalar bor ekan, uni ham qurib qo'ysak yomon bo'lmasdi. Xo'sh, unchalik ham raso ko'rinmayapti menimcha. Pardaga mana bu asal juda ham mos keladi. Menimcha yarim shaffof ekanligi uchun bizda muammo bor. Haddan tashqari bo'yni tekis, uni to'g'rirog'i bo'yni yo'q desa ham bo'ladi. Bo'yinni qanlashtirmasak bo'lmaydi, axir o'ljasini qayerdan yutadi? Tamog'i ishgan ilonday bo'lib qoldi-yu, ha mayli. Yana haftadan bu ilon tish doktorda ham yomon ko'radi. Mayli, hech qisi yo'q, biz quramiz, tashlaymiz-ku, lekin qurmasdan tashlash hech zamonda bo'lganmi? Tashlab qurib tashlaymiz. Xullas, bosh qurish san'ati yangi darajaga ko'tarilyapti. Bundan zo'r bosh yo'q. Faqat agar mana bunaqa bloklar bilan aralashtirsak, agar balki nimadirni o'zgartirar. Nima bu? Birinchi raunddan umid qilmasam ham bo'ladiganga o'xshaydi. Hammayli umid hali bor. Agar mana bunday shoh qilsak, agar albatta g'alaba qozona olamiz. Agar 2 qavat qiladigan bo'lsak 100% yutamiz. Matematikaga ishonadigan bo'lsak, bugun biz 150% yutamiz. Ajoyib, san'at asari. Bundan yaxshisi bo'lmaydi. Faqat yana ko'zlar yetishmayapti. Endi ular ham bor. Ha, bundan zo'ra aniq bo'lmaydi. Biz shunchaki shedevr yaratdik hozir sizlar bilan va biz bugun albatta g'alaba qozonamiz. Sizlar ham o'z fikringizni yozib qolding bu shedevr haqidagi. Kim shedevr qilyapti? Qani ko'raylikchi, shuncha maqtanasan, birinchi bu men ko'raman. Tushundingmi? Yangi qo'ydi. Nima bu? Yo'q, yomg'ir chuvalchangini quyoshda qolib ketgan versiyasi. Yo'q, bu olovli chuvalchanga qanaqa chuvalchang? Bu olovli ilon, bu varbat, bu yo'yadi senikini. Oltinmi? Menikini ko'rsang og'zing ochilib qolarkanda, yo'q, nimasi tushlarimga kirib chiqadi-ku. To'xta, men buni esladim. Bir paytlar ko'chada uchrashib qoluvdikda urishuvdik. Qanaqa urishuvdik? To'g'rirog'i uruvdim. Esimda bo'lsa shovqi ham ikkita edi. Sen menga tushuntir, qanday qilib hozir qurgan narsa bilan oldin urushgan bo'lishi mumkin. Uka, vaqt mashinasini eshitmaganmisiz? Bo'ldi, tushundim. Sen bilan tortishish shunchaki foydasiz. Kel, sening qurgan narsangni ko'raylik. Orqamdan yur derdim, lekin yo'q, o'zing yo'lga ula. Meni nima? Seni ishchiymanmi, qulaymanmi? Shunchaki qurgan maxluqingni ko'rishga qo'ysang-chi. Qo'ymayman, sen bunga loyiq emassan. Xo'sh, ko'raylikchi. Vau, bu yana nimasi bo'ldi? Bu maxluqni bilmasam, bu dunyoga kelmabsan. Yo'yadi-ku senikini. Qara, bu nezilik deyiladi. Oltin poltin puchi emas, yo'yadi. Yo'q, meniki yutishiga ishonchim komil. Bu maxluqingni u shunchaki eritib tashlaydi. Buni hali ko'ramiz derdimi? Yo'q, aniq men yutaman. Unda bu gapni men aytaman. Buni hali ko'ramiz. Abadan ishlamaday, haqiqatga aylanay qurganlar ay. Ilon ko'rsatib qo'y uning maxluqiga. Yo'yish vaqti yetib keldi bolajonim. Dahshatli jang bo'layotganga o'xshaydi. Jang boshlandi. Meni olovli maxluqim yo'yib tashlayapti. Faqat uzoqqa borsa ko'rmay qolishyapti. Hech qisi yo'q. Jang baribir nima bilan tugashi aniq. Bu g'alaba bo'ladi. Ko'p gapirma, yo'yadi. Hali super taktikalari bor ekan, yo'yadi. Ming afsuski, ulardan birontasi senga yordam bera olmaydiganga o'xshaydi.
urarkanda o'lim ekanda. To'xta. Va g'olib aniq. Olovli chuvalchang, to'g'rirog'i mening ajoyib olovdan yasalgan. To'g'ri ayting, chuvalchangi. Nima bo'lganda ham birinchi raund g'olibi aniq bo'ldi. Hassasi qo'pchiq. Aytgancha. Nima bo'lyapsan? Men qurib bo'luvdan spoiler namdalarni rost vaqanding. Meni eshitsangchi, shunchaki bu safar uchadigan mahluqlar qurishimizni aytmoqchi edim. Ha, bu safar uchadigan mahluq quramiz va menda g'oya bor nimani qurishga. Godzilla filmlarining birida bilsangiz agar Radan degan ulkan olovli mahluq bor. Olovli qurib bo'lganimiz uchun bu safar olovli emas, fantom stilda quramiz o'sha mahluqni Radan degan. Kreativlik gupuryapti. Boshlanishiga uning skeletini chizib olamiz. Shundan keyin ancha qurish menimcha osonroq bo'lsa kerak. Bu qanotlarni ushlaydigan suyaklar bo'ladi. Ajoyib. Endi bo'lsa bu yerda umurtqa yana allambalolarni qurib tashlaymiz. Shundan boyagi bosh suyagi edi. Endi umurtqasini yasayapmiz va oxirida dumini ham qo'shib yuboramiz. Mana bunday qilib. Yomon emas, ajoyib ko'rinyapti. Xuddi qog'ozli samolyotdek, faqat dietada. Mana endi navbat qovurg'alariga va ular haddan tashqari pachoq ko'rinyapti. Yoki menga bitta shunaqa ko'ryaptimi? Mayli, o'zgartiramiz. Mana bunday qilsak, menimcha endi ancha yaxshiroq bo'ldi. Tayyor. 3 ta qovurg'a bemalol yetib qoladi. Ajoyib zo'r ko'rinyapti. Endi bo'lsa qanotlarni ushlab turishga yordam beruvchi qo'shimcha suyaklardan qo'shib yuboramiz. Boyagi ilonga nisbatan buni qurish ancha osonroqmi bilmadim, menga bunisi aniq ko'proq yoqyapti. Ajoyib. Menimcha hali biron marta yomonlashga ham ulgurganim yo'q. Bo'ldi, endi bo'lsa bloklar bilan to'ldirishni boshlaymiz. Buni qanoti bo'ladi. Menimcha lazurit blogi shunchaki ideal mos kelyapti menga kerak rang uchun. Mana bunday ochroq bloklar ham ishlatamiz. Yaxshi. Xilma-xillik qo'shamiz. Bu bloklar siz qanaqadir rasvo ko'ryapti. Xo'sh, yomon emas, faqat sal pachoqroq, lekin bo'ladi. Miyasini o'rniga bloklar qo'yamiz va albatta ikkita ajoyib va g'aroyib ko'zlar. Yo'q, fantomni ko'zlariga unchalik o'xshamayapti. Fantomni ko'zlari adashmasam yashil bo'lardi. Ajoyib. Endi rostdan yomon ham o'xshadi. Mana bunday tishlar qo'shamiz, yana ozgina tishlar yo'q, tishlar ko'p qo'shamiz. Hattoki mana bu yerlarga ham qo'ysa bo'ladi. Menimcha yomon ko'rinmayapti. Xo'sh, yomon emas. Faqat biz rasmda buni emas, mana buni qurgandek bo'lib qoldik. To'g'rirog'i chachishtirmasi bo'ldi. Lekin agar mana bu suyaklarni sal qalinlashtiradigan bo'lsak, u har xil bloklar qo'shib bir nimalar qilsak agar balki yaxshiroq bo'lar. Har rostdan ham sal-pal jon kirdi, unchalik pachaq ko'rinmayapti endi. Men yetib keldim, qurganingni ko'rsat. Taqqilatib ko'rmaydimi? Tugatmagan bo'lsam nima bo'lardi? Muhimi tugatgansan-ku, mana buni yo'qot. Bu yana nimasi bo'ldi? Axir bu ko'k pashsha-ku. Nima deb tashlayapsan? Yo'q, bermasin senikini. Bu pashsha emas, bu balak. Balak? Bu balak. Yomon emas, faqat bir narsa, yuziga bunchalar tekis. Shu desang bir marta xato uchib ketib qolib to'g'ridagi devorni buzaman deydi-da, bedroq desa tushunmaydi. Bu albatta chiroyli qurganing, lekin men qurganga qarshi menimcha buning ham hech qanday imkoniyat yo'q. Yana yutqazilganga o'xshaysan. Bolajonim, go'zallik dunyoni qutqaradi. Xuddi san'at qurgandek gapirayotgandek qo'yin qulamanmi deb tursam, bu nima? Bombardiro, krokodilo? Yo'q, bombardiro fantomilo. Raund 2. Jang. Mana buni maxluq desa tushunaman. Sen bugun albatta g'alaba qozonasan. Men buni his qilyapman. Unda hech qanday imkoniyat yo'q. Kichkina demang bizni, ko'tarib uramiz sizni. Jang boshlandi. Kim g'olib bo'lar ekan? Menimcha men aniq g'alaba qozonaman. Bekorlarni 76 tasini yebsan, g'alaba meniki. Super kuchini ishlatmasin. Bu balak kuchini ko'rsatib qo'y. Bu jangdan ko'z uzib bo'lmayapti-ku. Mana shunaqa bo'ladi men bilan hazillashish. Yo'yadi dedim-ku, bu balayda, bu babir. Ha, ikkinchi raundda sen yutganga o'xshaysan. Unda 3-raund hammasini hal qiladi. Final raund yetib keldi. Bu safar biz eng qudratlilarni qurishimiz kerak. Shu qadar qudratli bo'lsinki, vayron qilsin hamma narsani. Va bu sezib turganingizdek Godzilla bo'ladi. Oddiy Godzilla emas, albatta Minecraftga moslab, uni Warden stilda qilamiz. Bu undan ham zo'r bo'ladi. Bu uning oyog'i bo'ladi. Oldiga chap oyog'ini ham yasaymiz.
yoki quramiz, farqi yo'q. Xullas yaxshi chiqyapti menimcha. Ulkan oyoqlar bo'ladi, uni ulkan tanasini ko'tarib turish uchun. Mana bu bloklar esa uni tanasini ko'rsatib berish uchun juda mos keladi. Warden stilida deyapman-ku. Menimcha taxminan shuncha bo'lsa yetadi oyog'ini uzunligi yoki yanada balandroq qilishimiz ham mumkin. Endi bo'lsa qurishni boshladik. Qaranglar qanaqa tez quryapman. Vop, mana vop. Ko'ryapsizlarmi? Bitta oyog'ini tugatdim. Endi esa ikkinchisi bor. Bularning hammasini qancha vaqt quraman? Diqqat. Men qurish tezligini yangi darajaga olib chiqdim. Bundan tezi hali bo'lmagan. Sharmanda qilmasizlar shunaqa paytlar. Agar yana boshqacha bloklar ham qo'ysak, menimcha yanada yaxshilanadi. Shim kiyib olgan Godzillaga o'xshab qolyapti. To'g'ri, hozircha hammasi juda ham dahshatli ko'rinyapti. Lekin kelajakda nimadir o'zgarishga va'da bermayman. Rostdan men axir quruvchi emasman. Muhimi nimadir qurish kerak. Muhimi shunday narsa qurayki, chiroyli bo'lmasin, mayli zo'r bo'lmasin, lekin g'alaba qozonsin. Xo'sh, yana mana bu bloklar juda ham mos keladi bizning Godzillamizga. Balki shunday qoldirarman. Ha nima, ko'zi bor, og'zi bor, qo'llari yo'q, mayli oyoq bilan jang qiladi. Yaxshi. Hozircha Godzillaga o'xshamayapti. Hech bo'lmasa sal-pal Godzillaga o'xshadi. Godzillaga o'xshatish kerak. Yana bosh qurish kerak. Bular atlangan boshni o'zi qanday qursa bo'ladi? Yana Godzillaning boshi bir ajoyib bo'lsa. Mayli, shunchaki qo'limdan kelganicha quraman. Mana bu uni jag'i bo'la qolsin. Endi esa bu Godzilla simon Warden simon Godzillaga shoxlar ham qo'shamiz. Mana shunday yomon emas. Deb bilma. Ko'zlar ham qo'yish kerak, lekin umuman olganda mana shu ikkita blokni oldiga qorasidan qo'yib o'rsak ko'zlar bo'ladi. Faqat menimcha ko'zlar bu yerda bo'lsa hech narsani ko'rmaydi. Shuning uchun yaxshisi mana bu yerga ko'zlarni qo'yamiz. Ha, bu dahshatli. Hattoki haddan tashqari, voy, ko'zlarim og'riyapti. Xullas, buni ballik sistemada izohlarida baholashning ayni vaqti. Bilaman, zo'r emas, bilaman, qo'rqinchli, bilaman, Godzillaga ham Wardenga ham o'xshamaydi, lekin nimadir o'xshaydi baribir. Nima bu? Godzillani o'ziga emas, ko'proq tishkovlangichiga o'xshayapti bu. Ha, unchalik zo'r chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin undan haqiqiy jangchi bo'ladi. Yo'q, agar bu badbasharalar qurish musobaqasi bo'lgan bo'lsa, sen yutding. Bechora Godzilla, mag'rurligi qayerda qoldi? Sen bo'ronlarni vayron etarding. Bo'ronlarni vayron etish? Mana qanaqa ko'rinadi san'at asari. Sen hozirda o'zida mag'lubiyatingni tan olishing mumkin xohlasang. Yo'q, jangsiz taslim bo'ladigani yo'q bu yerda. Yaxshi, shunisi qiziqroq ham bo'ladi. Round 4. Jang. Oho, menimcha sen mag'lubsan. Ey, bolajon, sen bu yerga qarab olding. Qo'rqitib qo'y bularni. Ey, bu sen qurgan ajdarmi? Meni unchalik ham esimda yo'q. Kinoda o'zi kimlar yutgan edi? Kino nima bilmadim, lekin bugun sen parchalanasan. Bu rostdan ham juda epik ko'rindi, lekin gap bunda emas, to'g'rimi Godzilla? Sen uni yanchib tashlaysan. Voz uchganlarni maymuncha. Mana buni epik desa bo'ladi. Faqat uchirib yuboravermasa-da. Tomosha qilishga qo'yasizlarmi chayni? Ko'k endi aniq uchirib yubora olmaydi. Bo'ldi, endi urishinglar. Voyda, men hamma yerda tursam maylimi? Qani Godzilla taslim bo'lma, menimcha u eng kuchli qudratini ishlatyapti. Hozir yachib tashlaydi. Shuni borib quduqga ayt. Hozir portlaydi. Yadroviy Godzillani portlash. Xo'sh, nima bo'ldi bu yerda? Godzilla qani? Godzilla oxirgi kuchlarni ishlatib ham menikini o'ldirolmadi ajdarjonimda. Yo'q, nahotki mening Godzillam parchalanib ketdi. Ana yerda yotibdi uning parchalari. Yo'q, yutqazganga o'xshayman-ku. Ko'rdingmi? Ko'p sakramaysan. Yo'yim beraman men seni har doim xohlagan paytingda.